Assalomu alaykum ammalaringizga yana bir bor. Bugun 18-iyun 25-yil. Ikkita katta ko'rpamiz 2 ga 2 30 razmerga, ikkita 1.80 ga 2.20 spalniga mos keng ko'rpalarimiz tayyor bo'ldi. Uzorlarni ko'rishlaringiz mumkin. Mana gullaridan o'zini gulo bilan tikilgan katta ko'rpalarimiz. Qovulishlari astlari ham xuddi o'ziga mos tushgan. Lablabachalariga bezakchalar qilingan o'ziga mos jigar iplar bilan. Mana yig'ma holatlarini ham ko'rib, o'zlaringiz baho beringlar. Bu zakazimiz ham nasib bo'lsa Tojikistonga chiqib ketadi. Paxtalari do'qqa bo'lib qolmagan. Mana bemalol yig'ma holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Astarlari ham o'ziga mos tushgan, bilinmay ketgan.